Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızdan başlayımız. Yakından beri Asiya, Tinçokyan rayında buluvatkan özgürlüklerine guah buluvatısılar vatandaşlarım. Yakından beri biz tilimizge anmadık. Mesela Asiyada Birma devleti de alemşumul özgürlük oldu. Aynı vaxt Aung San Suu Kyi nazarband qilingan Aung San Suu Kyi bu qatimqi yangi saylandı hükümetinin Tashqi ishlar ministri bo'lib saylandı. Prezident qaytadan saylandı. Aytganda harbiy mustabid oxirlashib Birma demokrat turmushni asliga keltirdi, yoki demokratik islohotni qo'yib o'tdi degan gap. Buningda Jungo qanday mag'lub bo'ldi? Bu to'g'rida tahlillar kamayib qoldi. Ikkinchisi, yaqinda Prezident Obama Vyetnamni ziyorat qildi. Vyetnamni demokratik islohotni allaqachon boshlab o'tgan davlat edi. Biroq bu qatim dunyo diqqat qilgan eng muhim masala Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Vyetnamning munosabati nima? Bu munosabat zot nimadan darak berdi degan narsaga markazlashdi. Biz shunga Prezident Obamaning Vyetnamda so'zlagan nutqidan qisqacha bir ariyani sizlarga taqdim qilamiz. Biri bu axloq va siyosatning birligidan nariq turib, hozircha biz tabiat va konkretlikning munosabati ustida Prezident Obamaning Vyetnamda so'zlagan nutqidan qisman ariyani sizlarga anglatamiz vatandoshim. Quloq bering, diqqat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Obamaning Vyetnamda so'zlagan nutqi mavzuliq maqola 5-oyning 29-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida anlatildi. Nutq mundaq boshlandi. Vyetnam Xoni 24-kuni Vyetnamda ziyoratda bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Barack Obama Vyetnam yig'ini mezgilida Vyetnam yig'in markazida nutq so'zladi. Nutqida Prezident Obama Amerika Vyetnam munosabatini eslab o'tdi. Amerikaning qimmat qarashlarini bayon qildi. Kishilik huquq masalasini so'zlab o'tdi. Vyetnamning taqdirining Vyetnam xalqining qo'lida ekanligini ta'kidladi. Boshqa davlatlarning Vyetnamning taqdirini belgilay olmaydiganligini yana qayta ta'kidladi. Nutq mundaq boshlandi. Yaxshimi sizlar? Chavak. Yaxshimi sen Vyetnam? Chavak. Rahmat sizlarga. Bu qatimqi mening ziyoratimni qizg'in kutib olgan Vyetnam hukumati, Vyetnam xalqiga rahmat aytaman dedi. Bu yig'in qatnashgan barliq mehmonlarga rahmat aytaman. Chavak. Ulug' davlat Vyetnamning har qaysi joylaridan bu yerga mehmonlar keldi. Bu yig'inga Vyetnam yoshlari qatnashdi. Sizlar hayotlik kuchining vakili, sizlar ixtisos egilari, Vyetnamning umidi. Bu qatim ziyorat jarayonida Vyetnam xalqining qizg'in kutib olishidan ta'sirlandim. Nurg'un kishilar yo'lning ikki tarafiga bo'linib, qator turib, kulib turib, qo'lini pullanatib qarshi oldi. Men ikki davlat xalqining do'stligidan ta'sirlandim. Tunigun kechdim Xonining kona ko'chalarini arlab, Vyetnamning tamoqlarining ta'mini tatidim. Kebab yedim. Vyetnamning pivillarini ichdim. Lekin men so'zlamay turolmaymanki, deydi Prezident Obama nutqida. Xonining ko'chasidak bundoq nurg'un odamlarning motosiklet minib ko'chadan o'tishini men hozirgacha hech bir yerda ko'rib boqmagan edim. Kulka. Shunga deymanki, men bu yo'lda mengib boqmadim. Men kelar qatim ziyorat kelganda sizlar menga yo'ldan qanday o'tishni aytib berishinglar mumkin. Prezident Obama nutqini davomlashtirib bundoq dedi. Men yaqinqi davrda Vyetnamni ziyorat qilgan Amerika prezidenti emas. Lekin sizlarning oranglardagi nurg'un kishilarning yosh qurami o'xshash. Ikki davlat Vyetnam Amerika o'rtasida urush oxirlashgandan keyin o'sib cho'ng bo'lgan prezidentman. Eng oxirgi bir turkum Amerika armiyasi Vyetnamdan ayrilganda men 13 yoshda edim. Şoňa menen
Vietnamlıqlarni tunji qadamda tanışım və düşünüşüm Havaydan başlanğan. Amerikaning Havay shtatida Vietnamlik Amerikalik savdogarlar yashaydi. Vietnamdan kelgan yoki Vietnam salohiyatiga Amerikalik savdogarlar yashaydi. 200 yil burun deb başladı Prezident Obama nutqini. Amerikaning davlat elchisi Thomas Jefferson o'zining dehqonchilik maydoniga shal urug'i izlaganda Vietnamning shal guruch urug'ini ko'rib, Vietnamning guruchi oq qizil girvaklik guruch ekan. Ta'mi yaxshi, unumdorligi yaxshi deb maqtagan. Uzun o'tmay so'z tijorat puristi izlagan amerikalik savdogarlar, parxodlar Vietnamning portlariga kelib to'xtagan. Ikkinchi Dünya urushi mezgilida Amerikaliklar Vietnamga kelib, Vietnamning mustamlakachilik qarshi ko'rishini qo'llagan. Amerikaning aeroplanlari urib tushirilganda Vietnam xalqi Amerika uchquvchilariga yordam qo'lini uzatgan. Vietnam mustaqil bo'lgan shu kuni kishilar Vietnam ko'chalariga chiqib, Ho Chi Minh Amerikaning mustaqillik xitobnomasidan naql keltirib, bunday degan. Adamlar tug'ilish bilanlar. Adamlar tug'ilish bilanlar. Baravar erkindir. Yaratqush tarafidan ular o'tinib berilgan yaratqush tarafidan bularga o'tinib bergili bo'lmaydigan huquqlar, jumladan hayotlik huquqi, erkinlik huquqi ve bəxt qoğuluş huquqi qatarlıq huquqlarni təqdim qılgan. Prezident Obama nutqini mundaq davamlaşdırdı. Yuqorqisi ayni vaqtda Vietnam mustaqil bo'lganda Amerikaning mustaqillik xitobnomasidan naql keltirib so'zlagan nutq, uni endi Prezident Obama naql qilib olyapti. Nutqini Prezident Obama mundaq davamlaşdırdı. Aslida o'rtaq g'oyani bayon qilish, mustamlikachilarni mag'lub qilishdagi sarguzashtlar bizni allaqachon niyat birligiga keltirishi kerak edi. Diqqatdan aslida o'rtaq g'oyani bayon qilish, mustamlikachilarni mag'lub qilishdagi sarguzashtlar bizni allaqachon niyat birligiga keltirishi kerak edi. Lekin soğuk münasebetler urushi davridagi qarama-qarshilik ve kommunizmdan qo'rqish kesili bizni to'qinish ishiga elib kirdi. İnsaniyat tarixidagi nurg'un to'qinishlarga o'xshash. Buningdan biz shundoq bir ochiq paketga ochiq tajriba savaqqa erishdik. U bo'lsa-mu, urush sabablarining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, urush azobliqdir, urush tragediyadir.